Shikoyat. Shikoyati bor edi. Keyin bu yoqqa keldik, mana o'zlarini yonlariga keldik. Hozir ancha nima nina oldi, keyin nimaqa Manual terapiya qilindi, mana suylar joyiga qo'yildi, paylar joyiga qo'yildi. Vanna qilyapti hozir, keyin o'zini nima deydi, giyohlarni ichyapti. Bu aslan muammosi uni shu suvi anaqasi nima deydi, sal qiyshayib qolgan ekan. Keyin ko'p yuzi terlardi. Hayajonlansa, qo'rqsa yuzi terlab ketaveradi, qizarib, sal kamaydi. Biri yaxshi, og'riqlari tizida ham og'riqlari bor edi. Nina bilan qo'yganlardan keyin yaxshi, ancha yaxshi hozir yuryapti, og'riqlar yuryapti. Shikoyat kamaydi, endi to'g'ri kamroq muolaja qildik-ku, lekin Endi xo'jayinlar 10 kungina ruxsat beribdi endi. Mayli endi. O'shanga boricha qildi, lekin yana harakat qilaman deyapti, yana kelishga. Xolasa yana baribir yana ozgina olish kerak. Lekin yaxshi, oldinga qaraganda yaxshi. Og'riqlari ketdi, hozir bemalol yaxshi yuryapti. Endi ehtiyotini qilib tursa, lekin yaxshi. Inshaalloh. O'g'limizda nima gap? O'g'limda adenoy bor edi. Yaxshi nafas ololmas edi. Darslariga juda ham pasayib ketgan edi. Keyin ko'p xurrayotib, ko'p nima deydi, baland xurrayotardi. Juda ham bezovta bo'lib uxlardi, keyin gapirib chiqardi. Hozir mana Nina kelib, Nina oldi muolajasini. Allohga shukr, hozir mana xurraylari yo'q bo'ldi. Nafas olishlari yaxshi. Ozida nafas olib qiynaladi. Endi xudo xohlasa endi o'qishlari, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketsa kerak, endi o'qish ham tugadi-yu. Endi xotirasi yaxshi bo'lsa, undan ham yaxshi, lekin yaxshi oldinga qaraganda nafas olishlari ham yaxshi bo'ldi. Inshaalloh. Ancha ranglari ham qanaqadir ochadi. Rangi ham to'qayib anaqa. Bu yaxshi, xudo xohlasa yaxshi, ancha yaxshi. Anaqa dunyolari ham anaqa o'qib, anaqa qilmayapti, nafasi ham yaxshi bo'lyapti, xudoga shukr. Inshaalloh. Alloh rahmat, o'zingizga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Rahmat. Hammamizdan rozi bo'lsin. Kerakligi Alloh beruvchi shifoni, sizlar sababchi qilib qo'yganiga, meni shunchalik qilib qo'yganiga Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bu yaxshi, ko'z tegmasin, yaxshi. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat, o'zingiz ham salomat bo'ling. Rahmat. Alloh umringiz uzoq bo'lsin. Alloh xayrli shifo bersin, uylarga barokat bersin. Rahmat. Hamisha bolalarning rohatini ko'rishni Alloh nasib qilsin hamisha. Rahmat. Hammamiz yaxshi kasallikka shifo bersin Allohim, sizlar sababchi bo'lib qolinglar. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat.